Hurmatli vodiy xalqi, endilikda siz Rahmatullayev neyrokinezologiyadan bir martalik bepulga davolanishingiz mumkin. Qanaqa qilib da'vatgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring, men sizga buni tushuntirib beraman. Bepul bir martalik protsedurani olishingiz uchun siz konsultatsiyaga yozilasiz. Rahmatullayev neyrokinezologiya Namangan filialiga tashrif buyurasiz. Kelganingizdan keyin bu yerda sizga doktorlarimiz barcha tashxislarni qo'yib berishadi. Ya'ni 3 kun muolaja qilishingiz kerak, 5 kun yoki 1 hafta hammasini sizlarga haqqoniysini aytib berishadi. Va undan keyin siz bir martagina, faqatgina oxirgi protsedurangizni bepulga davolanishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun siz ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz, klinikamiz manzili hamda konsultatsiya vaqtini kelishib, klinikamizga tashrif buyurishingiz mumkin bo'ladi. Klinikamizda quyidagi kasalliklar bo'yicha bemorlarni davolaymiz. Bel umurtqasi grijasi va osteoxondrozi, bo'yin umurtqasi grijasi va osteoxondrozi, bo'g'imlardagi og'riqlar, migren, bosh og'rig'i, bo'yin, yelka og'rishi, oyoq, qo'l, tizza, tovondagi og'riqlar, chanoq organlari funksiyalarining buzilishi, qad-qomat buzilishi va hamda uyqusizlik. Insultdan keyingi asoratlar, sport jarohatlari, umurtqa travmalari, uzoq vaqt harakatsizlik, bo'g'im yemirilishi. Yuqoridagi kasalliklarni qanaqa qilib davolaymiz? Keling, endi men sizlarga buni sanab beraman. Xo'p, kinezologiya, manual terapiya, fizioterapiya, igloterapiya, osteopatiya, kinezologik massaj, umumiy massaj, figura korreksiyasi, hijoma, chertma hijoma. Ushbu yo'nalishda biz davolash ishlarini sizlarga ko'rsatamiz. Agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlar aynan sizlar uchun telefon qilib konsultatsiyaga yozilishingiz mumkin.